kasrlar. Bu qanday bo'ladi desa, mana misol uchun 3 butun 5 5 5 5 5 3 ta nuqta olib qo'yadi. Ya'ni bu degani o'sha 5 oxirigacha cheksiz qarab davom etib ketaveradi degan bo'ladi. Hop, bu nima degani desa, hop, mana 3 dan keyin men 3 ta nuqta qo'yganim sababi bu tarafga qarab cheksiz, bu to'xtamaydi. O'sha 5 oxirigacha davom etib ketadi degan. Endi bunda davr qaysi bo'ladi desa, davr bu o'sha virguldan keyin davom etib ketayotgan narsasi davr bo'ladi. Davom etib ketayotgan son davr bo'ladi. U bir xonali ham bo'lishi mumkin, ya'ni hozir bu yerda 5 ketyapti-ku, 2 xonali ham bo'lishi mumkin, bu ko'p bo'lishi mumkin davr. Endi yaxshilab qaranglar, buni ixchamroq ko'rinishda yozsa bo'ladimi? Har doim mana shunaqa 3 ta nuqtali ko'rinishda yozamizmi davr kasrlar desa, yo'q. 3 5 qavsda ichida 5. Ha, ixchamroq qilib mana bunday yoziladi. 3 butun, 3 butun turgani uchun virgul. Endi virguldan keyin sразу davr boshlanib ketyaptimi? Qavsga olaman-da 5 deb yozaman. Bu degani 3 butun davrda 5 degani. Tushunarli bo'ldimi hozir? 3 butun davrda shu ko'rinishda yoziladi. Yana bir xil holatlari bor. Mana misol uchun 7 butun 7 ga qolgani 8 8 8 8 ya'ni 3 ta nuqta bo'lib qoladi. Endi bu joyda davr necha bo'ladi? Ko'pchilik aytadi davr 78 deydi. 8 bo'ladi. 78 bo'ladi. Mana yaxshilab qarang. 78 mayda qatnashdi. Yana birorta joyda 78 qatnashdimi o'zi? Yo'q. Yo'q, to'g'rimi? Demak, bu 7 butun mana bu 7 ni o'zi turadi va davri 8 bo'lib qavsga yoziladi. Bu 7 butun nima bo'lyapti? Aralash holatda, ya'ni mana bu yerda 7, keyin davrini qavs ichiga yozib ketyapmiz. Hop. Keyin hop, demak, davriy kasrlarda ham 2-3 xil holati bor ekan. U nima deydigan bo'lsangiz, qarang, birinchisi mana bu joyda virguldan keyin sразу davr boshlanib ketdi, to'g'rimi? Mana bu tepadagi misolda. Tushunyapsizlar? Mana bunda nima holat yuz berdi? Virgul bo'ldi. Sразу davr boshlanmadi-da, orasiga qanaqadir bitta 7 degan son qo'shilib qoldi, to'g'rimi? Demak, mana bu tepada turgani mana bunisi sof davriy kasr deyiladi. Pastidagisi son qo'shilib qolgani uchun bu aralash davriy kasr deyiladi. Aralash davriy kasr deyiladi. Farqini tushunarli bo'ldimi? Chunki nimaga bunaqa deb so'raydi? Testlarda, savollarda tushib qolish ehtimolligi bor. Quyidagi keltirilgan variantlarning ichida qaysilari sof kasr, sof davriy kasr, qaysilari aralash davriy kasr degan narsa kelib qolishi mumkin. Tushunarli bo'ldimi? Xo'p, endi yana davom etamiz. Buni yana qanaqa turlari bor? Hozir endi biz sizlar bilan turk matematikasini o'tayotganimiz uchun o'tgan safar ham aytib ketdim. Bizda davriy kasrni mana bunaqangi qavsda berib ketadi. Biz o'zimiz o'rgangan matematikamizda bitta o'sha farqli tarafi turklarda qanaqa ketadi? Turk matematikasida ustiga chizib qo'yadi. Ustiga davriy kasr, ustiga chizib qo'yadi xolos. Xo'p, endi keling mana. Davriy kasrni oddiy kasrga o'tkazish bilan shug'ullanamiz. Mana misol uchun hop, davriy kasrni oddiy kasrga aylantirish. Davriy kasrni oddiy kasrga aylantirish. Hop, qarang endi, mana misol uchun 0.3 ketadi misol. Sizga savol, davri nechi? 3. Demak, buni qanaqa ko'rishda olsam bo'ladi? 0.3 davrda 3 dir. Mana bunday ko'rishda olsam bo'ladi. Qarshilar yo'qmi? Xo'p, endi Hop. Demak 0 butun mana 3 turibdi. Buni mana bunaqa ko'rinishda yozsak bo'lar ekan, to'g'rimi? Endi buni oddiy kasrga aylantirmoqchi bo'lsak nima qilamiz? Qaranglar mana. Oddiy kasrga aylantirmoqchi bo'lsak, mana buni yozaman. 0 butun davrda 3 ekan, barobar. Butun qismi nechi? 0. Kasr sig'ini chizaman.
Qavsda ichida nechta raqam bor? Bitta. Shuning uchun mahrajga bitta 9 yozaman. Nechi son shu? 3. Demak, 0 butun davrda 3 degan uzun manaqa ko'rinishdagi sonni oddiy kasrga o'tkazmoqchi bo'lsak, ana qavs ichida nechta raqam bo'lsa, shuncha 9 yozamiz. Suratiga qavs ichida necha turgan bo'lsa, shuni yozib qo'yamiz. Bu sof uchun. Barobar agar qisqaradigan bo'lsa, shu ikkalasini 3 ga qisqartirsak, 1 taqsim 3 degan son hosil bo'ladi. Demak, mana buni oddiy kasrga o'tkazadigan bo'lsak, javob 1 taqsim 3 chiqar ekan. Tushunarli bo'ldimi? Yana misol keltiraman. Misol uchun 1 butun 17 17 17 va hokazo ketsa, bu qanday holatda bo'ladi? Demak, 1 butun davrda 17 bo'ladi. To'g'rimi? Bu sof bu hali. Mana qarang. Davri sof, virguldan keyin sirazi davr 17 17 17. Endi bitta ikki xonali son bo'lib qoldi. Shunaqa bo'lishi ham mumkin ekanmi davr? Ha, mumkin. Demak, buni nima qilaman? Barobar butun qismi endi bunda 1, narigida 0 edi. O'sha 1 ni yozaman butun qismini. Kasr chizig'i. Qavs ichida nechta raqam bor? Ikkita 1 bilan 7 bor. Shuning uchun ikkita 9 yozaman. Nechi son bu? O'shani tepaga yozib qo'yaman. Bo'ldi. Aralash kasr holatiga kelar ekan. Yana misol uchun 3 butun 484 484 484 va hokazo. Davri nechi? 484 bo'lib qoldi davri. Demak, bu barobar 3 virgul sof bo'lgani uchun 484 ni sirazi qavsga olib yozib olsam bo'laveradi. Demak, aralashga o'tkazadigan bo'lsam, butun qismi 3 ekan. Qavsning ichida 3 ta raqam borligi uchun 1 2 3 ta 9 yozaman va sonni o'zi 484 bo'lgani uchun sonni o'zini yozib qo'yaman. Ha, qavsning ichida nechta raqam bo'lsa, shuncha 9 yozib ketaveradi. Shuning uchun mana bitta-bittadan oshirib ketyapman. Bu hozir qaysi uchun bo'ldi? Sof uchun. Endi qaysi uchun ko'ramiz? Aralash uchun ko'ramiz. Ketdik. Aralash uchun. Misol uchun 1 butun 2 7 7 7 7 va hokazo. Xo'p, bu aralash bo'ldi, to'g'rimi? Yozilish qanday bo'ladi desa, mana barobar 1 butun davr bu yoqda qoldi, oraga son qo'shilib qoldi. 2 va qavs ichida 7 bo'ladi, to'g'rimi? Mana shu holatga keladi. Endi buni kasrga o'tkazish qanday bo'ladi? Meni yaxshilab qarab turing. Butun qismini yozaman. Kasr chizig'ini chizaman. Bitta 9 yozaman. Nimaga? Ha, chunki qavs ichida nechta raqam bor? Bitta. Shuning uchun bitta 9 yozaman. Endi bizda oldingi tepada ko'rgan misollarimizda qavs bilan virgul orasida son yo'q edi-ku, to'g'rimi? Endi son qo'shilib qoldi. Mana buni nima qilaman desa, nechta raqam bor virgul bilan qavs orasida? Bitta bor. Shuning uchun bitta 0 yozaman har doim. Endi suratga nima yoziladi desa, bu qavsi yo'q bo'lsa, bu necha son bo'ladi? 27 ni yozaman. Ayriyman, mana bu o'rtada turgan son. Mana shu joyga chalg'itishim mumkin. 2 barobar 1/90 dan ayirtirsam 25. Sanasi bo'ladi. 5 ga qisqartirsak bo'ladi. 5 ga qisqartirsak 1/18 dan 5 degan javob bo'ladi. Yana misol keltiramiz. 17 butun 23 dan 42 42 42 42. Xo'p. Shuni endi mana shu kasrdan aralash. Ha, uni ham ko'raman. Kasrdan davriga o'tishdan ko'rsataman, aralash kasrdan. Davrini bor. Aha. 77 yozsa bo'ladi. Yo'q. Sintaks xato bo'lib qoladi. Misol 99 u 77 bo'ladi. Misol sof bo'lganda, baribir 11 ga qisqarib 9 dan 7 qolaveradi. Davr 70. Misol uchun davrin o'zi 7 bo'ldim, 7 ni o'zi davr sifatida yozib beradi. 77 yoza olmaymiz. Xo'p. Endi bunda nima qilaman? Bu degani 17 butun, birinchi nima aniq ko'rinishda yozib oling. 23 va 42 bo'ladi. 42 bo'ladi. Mana shu holat keladi, to'g'rimi? Chunki davr 42 ku. Hamma ko'ryapti. Endi barobar 17 butun nechta raqam bor qavs ichida? 2 ta. Shuning uchun 2 ta 9 yozaman. 2 ta 0. Mana yerda nechta raqam bor? Virgul bilan qavs orasida 2 ta. Shuning uchun 2 ta 0 yozaman. Sonni o'zi nechimi? Qavs yo'q desam, u virguldan keyin 2342. Ayriyman nechini? 23 ni. Xo'p, barobar 17 butun 9 9 2 ta 0
2342 dan 23 ayirsa necha bo'ladi? 2319. 2319 bo'lyaptimi? Sizlarga ishondim, 2319 bo'lyapti.